Koreya Respublikasining Chinchxon shahrida velotrek bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazilgani haqida xabar bergan edik. Turnirda ayollar o'rtasida ochkolar bo'yicha guruh poygalari yo'nalishida ishtirok etgan hamyurtimiz Olga Zabelinskiy eng yuqori natijani qayd etib, Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan edi. O'smirlar o'rtasida esa o'z imkoniyatini sinab ko'rgan boshqa bir hamyurtimiz Behzod Rahimboyev xuddi shu yo'nalishda bronza medallari sohibiga aylandi. 22 oktyabr kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida sovrindor sportchi va murabbiylarni O'zbekiston Velosiped sporti federatsiyasi mutasaddilari va muxlislar tantanali tarzda kutib olishdi. Xabaringiz bor, Olga Zabelinskiy hisobida Olimpiya o'yinlarining litsenziyasi mavjud bo'lib, sportchimiz ushbu litsenziyani yurtimiz mezbonligida o'tgan veloshosse bo'yicha Osiyo chempionatida qo'lga kiritgan edi. Меньше понравился, чем тот, который проходил в Узбекистане. To'g'risi, menga tashkilotchilik jihatdan O'zbekistonda o'tgan Osiyo chempionati ko'proq yoqqandi. Trekdan olisroqda yashaganimiz qiyinchilik tug'dirdi. Shunday bo'lsa-da, yakunda rejalarimizni bajarishga muvaffaq bo'ldik. Mavsum endi boshlanmoqda. Olimpiadagacha amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz hali juda ko'p. Endilikda sportchilarimiz oldindagi musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishni boshlab yuborishadi. Jumladan, bor yo'g'i bir haftadan so'ng Olga Zabelinskiyani Jahon Kubogi bosqichi bahslari kutib turibdi. Oldinda Malayziyada mart oyida shasse bo'yicha chempionatiya bor. Xudo xolasa, o'sha musobaqada birinchi o'rinlarni olib, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib kelamiz degan umiddamiz.